jang vaqtida tashlab ketmang yolg'iz. Ustoz Shifu. O'sha payt Ustoz Shifu. qurolsiz bo'lib qolib, kamonga o'q olgani borgandim, to'g'risini aytsam. Kamonga o'q olib ketishingizga 2 yil ketdimi, ustoz? O'rmonda edim, daraxt chopib yurdim. Mayli, o'tgan ishga salovat. Bundan keyin meni jangda taylab ketmang, ustoz. Biz buyuk jangchilarimiz, qonimizda sarkardalar qoni oqyapti. Biz Amir Temur avloddanmiz. Amir Temur o'zbek bo'lgan. Bitta narsa aytsam, ishonasanmi? Ayt. Biza sanam, manam, mana bu odamlar ham, mana biz bilgan mamlakatlar ham hammasi o'sha davni hech kim qolmagan. Hamma o'lib bo'lgan o'zi. Prosta kimnidir xayolida biza, tamom. Tushunyapsanmi sen? To'g'ri. Bo'lib o'tgan voqealar o'zi hammasi. To'g'ri. Kimnidir xayoli, kimnidir obrazida. Ustoz, Da, bitta narsa yuraydan aytaymi? qani? Onasini emsin 20 yil yosharganday bo'ldim. 20 yil orqaga qaytganday bo'ldim. 20 yil yosharganday bo'ldim. Ishon. Onasini emsin xuddi kak endi maktabni bitirgan kollej davrlarimga qaytganday bo'ldim hozir. Yaxshi. Yosharib yana yo'q qolmang yana. Yosharmang, ko'p ham yosharmang, bo'ladi. Bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat podderishgan uchun. Men o'yladim, burgutcha tepak ko'tilgan pastaklar ko'z ko'rmadi deb o'ylagan edim. Men senga bitta narsa aytaymi? Sen unib o'stirgan, parvarish qilgan, tagiga suv qo'yib, tepadan quyosh chiqqanda pana qilgan, yomg'ir yoqqanda pana qilgan, katta qilgan niholing bo'laman men. Men hech qachon senga bilan soya bo'lsam bo'laman, quyoshdan to'sib. Yomg'irdan to'sib qandaydir pana qilsam qilaman, hech qachon senga qarab o'smayman. Seni hech qachon men yomonlik qilmayman, do'stim. Ana u Bizda buyuk ishlar kutyapti. Gapimni eshit. Inshaalloh Xudo xohlasa, bugungi kechga O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da TikTokda butun dunyoni lahzaga keltirayotgan battle qilamiz. Lekin bitta narsa senda bor, oldindan ozgina qorning to'ysa, menga qarab sakrab sapchi boshlaysan, iltimos. Nima desang roziman, faqat meni unday yana yarim yo'lda tashlab ketma. Yarim. Tan tashlagan emasmi? O'sha payt ko'p tomondan bizga har tomondan hujumlar bo'ldi. San joningiz saqlab qolish maqsadida to'g'risi men chekina boshladim, chunki kamonimga o'q teganida o'rmon tomon kirib ketdim. Askarimiz vayron bo'lgan edi, lekin yonida turgan tepadan kelgan kuchlarga aytdim, shuni saqlab qo'yinglar, shu tirik qolsin dedim. O'zim esa botlab olinglar, sani bolajonimni saqlaylar, yoshlikdan o'zim kattaraganman. Voy bilan. Bilan. Yodingdami yoshligimiz, beqaror beboshligimiz. Omadini bersin hammani akalar. Yangi kirib kelganlarni ham hammani omadini bersin. Bu bola o'zini sho'stirligi bor edi-da. Boshqa qo'toq boshlab bunday ko'tarsang, o'gandan loq bo'lsaga tushib ketar edi. Sho'stirlik bilan olib kirib ketdi, o'zi olib kirib ketdi. O'zi sho'stirlik, o'zini intilishi bor edi, o'zi ushladi. Ushlagandan keyin qo'yavermadi, dalsh olib ketdi.
qo'ta boshlar, nechta qo'ta bosh tayyorladim. Birontasi bunchalik bo'lmadi. Yo'qdi-da, yo'qdi. Dalboy bilan men bilan Baktuna shundan ko'tarilib ketaman deb o'yladi. Hammasi Sardordek bo'laman deb o'yladi. Bu olib ketdi o'zi. Sho'stiri bo'ldi bu. O'zini ustida ishladi. Niholjon degandan keyin parvarish qildi bu. Ular shunday tashabbur o'zi o'sib chiqadi deb o'yladi. Dalboy. Ustoz, Hmm. siz ustoz o'qiysiz. Ustoz o'qiysiz. Men ko'p panda. O'ziz sababchi bo'ldingiz. O'ziz ko'tardingiz, o'ziz hamma o'zini o'zi ko'tardi. Hech kim beda tushunsa просто поддержка sho'stirligingiz. Sho'stirligingiz o'zingiz ko'tardingiz. Tamom. Dальше davom eting. Assalomu alaykum hammaga. O'g'liga gapi. Bitta gap aytaman. Ana Taysonda 3 mingta odam o'tiradi, biladi. Bizda nima uchun kamaytirib? Do'stim, endi qilamiz. Menga juda ham ko'pchilik aytishdi. Yaxshimi, yomonmi, yuragingda gaplaring qolgan. Bitta joyda o'tirib chiroyli suhbat. Men dedim, o'sha payti Rossiyada yurdim, Sochida. Chengizni oldiga bormayman deb 2020-yilda qasam ichganman o'ziga. Qasamimga sodiq qolayotgan odamman. Yo'q, bormayman deb juda ham ko'p marta aytdim. Bormadim oldinga, to'g'rimi? Biz sen bilan internetda nimaiki yurish qilishimiz mumkin, senga lafz berganman. Qachonki o'zing xohlamaguningcha men seni oldinga territoriyangga bormayman. Omadingni bersin. Sizga maslahati endi u yurtlarga qaytmang. Sizning sharoitingiz bordir. Shu yerlardanmi yoki bu yerdan emas, boshqa Germon degan taraflardan o'zingizga bitta kichkinagina uy oling. Sayohatingizni davom ettiring. U yerga qaytsangiz esa bu sayohatingiz tezda tugaydi. O'zingiz buni ham juda yaxshi bilasiz. To'rtingizga sikib vazelin bilan og'zingizga berib yuborishadi. Qo'yishmaydilar. Siz yaxshi Germaniyaga boring. Germon degan taraflarda bitta uyda oling. Soqqangiz bo'lsa bor. Hali yana beradi Xudo. O'sha taraflardan sekin bo'ldi, tugadi endi, qaytmas. Unuting u tomonlarni. Dalch ketavering. Oldinda keng bepoyon dalalar kutmoqda sizni. Nimanidir olish uchun nimadandir voz kechish kerak. Yana qaytaraman. Nimanidir olish uchun nimadandir voz kechish kerak. Mana oddiy raketa bor, raketani tepaga chiqadi, to'g'rimi? Raketa tepaga chiqadi, to'g'rimi? Raketa tepaga chiqqan paytda raketaning faqat 3 qismi chiqadi. Buyog'ini shuni tashlab yuboradi. Buyog'i chiqib ketadi. Dalch ketishingiz kerak, tamom. Ortga yo'l yo'q, do'stim. Ortga yo'l yo'q. Dalch keting. Sizni hayot yo'lingiz o'zgardi. Mayli o'g'lim, hammani omadini bersin. Men hech qachon biron marta ortingizdan gapirmaganman hayotda. Necha marta ham menga kelib gizlashlarga gapirman, omadini bersin dedim. Tamom, hammani. Endi Chunki o'g'lim ichki halalik eng yomon narsadan, haromli narsadan. bir savol bermoqchiman, do'stim. Xo'sh, Ustoz, nima? siz o'stirgan niholni O'rta Osiyo rekordlarini qo'yganini ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Yo'q, u paytlar men GTA dunyosida edim. Foto boshlabchi GTA o'ynadim. GTA dunyosidan borganimdan juda afsusdaman, o'g'lim. GTAga kirib ketganimdan shuncha vaqtim ketkazib qo'ydim. 2 yil vaqtimni ketkazib qo'ydim. Yo'q, banavrot. Endi bitta narsa. Kompyuter olaman, o'yinga kiraman, o'yinga qiziqaman deb O'ynab o'sha gaplashib yurgan vaqtimiz ham bor edi. O'sha gap so'zlar o'sha payt ham bor edi sizda, to'g'rimi ustoz? O'sha vaqtda siz o'yinga qarab ketdingiz, men gitada minib yurayotgan mashinalaringizda hayotga minishga qiziqib ketdim. Ikamiz
Siz virtualda, men realga qarab ketdim. Ustoz, To'g'ri lekin. siz o'yinni ichida mingan moshinalaringizni men garajimga terib qo'ydim. Shunday chiqaman, siz o'yinda minayotganingizni, xohlaganingizni hayotimda minib ketaman. Arabistonda faqat o mashinalar, O'zbekistonda kirolmaysiz. Ustoz, O'zbekistonda ham garajlarimiz, darvozaxonalarimizni to'ldirib qo'ydim. Damas bilan Gentra mashinasi-ki. Ustoz, men Damas minganim yo'q, Gentra minganim yo'q. Hammasi inomarka. Xitoyda mashinada. Mumkin Xitoyniki. Mumkin. Mashina. Nima bo'lganda ham zato shu mashinalar bor, uncha-munchasida yo'q. Damas bo'lsa ham men ololman, Damas ham ololman. Xudoga Ustoz, gapirasan bo'lmasam, Matiz, ganjondira. Matiz deb Matizni yomonlashadi. Shaharda ichida Matizdan o'tayotgani yo'q. Matiz legenda. Matiz number one. Aha, ya qizili bo'lsa ham, ya gorod uchun chiqarilgan mashin. Matiz. Mana g'ola Sardor bilan o'tiribman, mana shu kanalda biza mana shu kanal mana o'zi mana Bir Odilxon Kamolov degan bir bayis bratishkangiz bor edi, ukaxoningiz. Eslaysizmi? Hozir huzurimizga keldi. Uni ham bir kuch-qudratini ko'raylik, bir torting. Kuch-qudrati buyuk insonlardan uyamiz. jigarim Ha, Odilxon mujik. Odilxon shuyoqda. Odilxon, assalom. Ikkinchi bir Odilxon Kamolov, Odilxon MMA. Bitta SMS yozsizlar qani bu narsa? Odilxon aka. Mana ko'taring deb yozyapti. Odilxon Uz, O'zbekiston flagda. Ko'rdingizmi? Ayni chatda. Hozir ota, hozir. Odilxon Uz. Burilma padarka tashlang ko'rmayapman. Menga qarang mana. TikTokda o'tiribsizmi? TikTokda o'tiribsizmi siz hozir? Mana qarang, menga yozgani ko'rinmayapti mana. Mana qarang, mana qarang. Bu yoqdan qarang, TikTokdan qarang. Yozgani ko'rinmayapti mana. Qarang, mana bu yerda meni ko'tardingiz-ku, mana bu yerda. Bunday anocha. Bunday videocha. Ashaqa qarang, go'sh. Mana kameracha. O'sha yerda Odilxon taylagan bo'lsa chiqadi. Mana unchada. Instagram boshqachada 4 ta odam bo'lsa. Odilxon Uz yozilgan. Odilxon tashladingizmi? Nurbek Andijanskiy bor ekan. Yo'q, Odilxon Uz yozilgan. Odilxon tramplin deb yozilgan. Tramplin. Tak, tramplin. Bayroq ko'targan. Bunday bayroq ko'targan. Hozir ko'taraman jigarim Odil akam, radnoyimmi? Jonlar sog' bo'lsin. Tashladim deb yozyapti. Galichkasi bor uni ham, pitichka. Jamoliddin bor ekan. Tak. Yo, 2000 ta odam ichga kirib ketyapman. Ha, so'roqchaga bosish kerakmi? Yo'q, mana bu yerda, mana birinchi turgan, mana bundagina video kamerachaga o'xshagan. Instagramni bilmaymiz-da bizlar bilan. Buncha ko'rsatmayapti-da. Zinach bitta o'chirib yoqish kerak, shunday bo'lib qoladi. Bitta o'chirib qaytadan yoqamizmi, restart qilamizmi? Disconnect ketyapti-da, u odam ko'rinmayapti-da mana. Mana qarang, men o'zim qarang, mana SMSda ko'rinmayapti mana. Podpiska bo'lib turibdi. Menga SMS ko'rinmayapti, asha ko'rinmayapti. Kim nima yozgani ham ko'rinmayapti. TikTokda qarab turibman. Короче, ana uni bor. Yurasan. Mana. Asha ko'rinmayapti. Kamerani bosdim. Kamerachani boschi. Ishlamayapti-da biladi. Ishladi. Ketur, pastga tushirib, aytaman. Ketur.
Buni Ketur. oxiri yo'q. Bor, bor. Bor, ana shu yerdan chiqadi o'zi Odilxon. Odilxon chiqadi hozir. Hozir. Ketur. Galochka. Mana bu Elyor degan galochkasi bor ekan. Bu emas. Odilxonni anavi Kamolibmi shunday yozilganda. Odilxon tashlaganmisiz? Chiqib ketdilar-yu, brat. Bilmayapti. Shahid. Gulpulpasang ko'raylik. Ketur. Bilyat, gostini ham to'ldirib yuboribdi odamlar. Ketur. Erinma, tushib yuboraver. Galochkaligiga e'tibor bergin, tamom. Nima yozilgan ekan? O'tib ketmasin o'tib ketdi-yu. Yo'q, galochkasi yo'q. O'zbekiston flangini. Voy, bilyat, to'lib ketibdi-da, gosti ham onalarini emsin. Buncha odamni ichidan qanday topamiz? Mana tugadi shu bilan. Topib bo'lmaydi. Hammani o'qiyapti. Mana Hamma tashlayapti. Topdingmi? Bunyod, bu bunyod ekan bu. Bilat. Bunday qilamiz. Chingiz. Instagramdagi efirda bitta o'chiramizda qaytadan yoqamiz. Odilxon birdan tashlaydi, shuni totib olamiz. Bo'ldi. Kelishdingmi? Yaxshi. Bitta o'chira yoq, restart. Mana. Давай, go.